Go'shtlik tomoqlarni yeganlar kelib qolgan vaqtda yoki uyga mehmon chaqirmoqchi bo'lib, nima ichishni bilmayotgan bo'lsanglar, maningda qo'y qovurg'isi bilan yangyudan o'zgacha dumlimga o'qib yeb yiqinglar, tambek pez chiqadi. Ketarlik materiallarni tayyorlash usulini bek oddiy, qat'iy ko'p vaqtinglarni olmaydi. Yangidan tomoq yetishni o'rganayotgan bo'lsanglarmi, birlik qatam nuqta qaznalaysizlar, qaynamamiz birlikda o'rganaylik. Oldi bilan ketarlik materiallardan qo'y qovurg'isi bilan barangidan ehtiyojimiz qattiq tayyorlab olamiz. Men bugun 1 kilo 200 gram atrofida go'sht ishlatdim. Agar qovurg'i bo'lmasa, ustixonliroq kelgan go'sht ishlasanglar o'xshash bo'laverdi juma do'stlar. Go'sht bilan yong'ini ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Orqadan ketarlik dori-darmoklarni tayyorlaymiz. Tuzni muvofiq, so'qmagan zira, uvoqlaza, cho'ng ustamning kavob tetqisidan ko'parak. Agar uyda manandek midiyashang bo'lsa qo'shib olsanglar, texim mizlik chiqadi, bo'lmay qolsa qo'shmasanglar o'xshash bo'laverdi. Endi qozonga ko'parak may qo'yib chuchitib olgandan keyin oldi bilan barangining sirtqi qavatini qizartib elib olamiz. Ko'rib mishagichkaga omoq pintozlari meni qo'llash ustidan bir toz yurak berib saqlab olib, inkas rayoniga chiqkillaringlarni va qo'shni unutmanglar, rahmat. Orqadan go'shtni silib musholatga solib olgandan keyin ortiqcha maylarni elitib qovurg'ini qozonning tagiga mushandek tizib olib, dori-darmokni bir aralashtirib etgandan keyin teksh sepib olamiz. Orqadan solib olgan yangyuni go'shtning ustiga tizib, qilib qolgan dori-darmoklardan yangyuning ustiga sepib etgandan keyin bir chin atrofida qaynoq suv quyib, to'n o'tga tashib, tovoqni 30 minut dumlab pishirish uchun qo'yib qo'yamiz. Mana vaqtim tushib, o'xshagan dumlim qovurg'alarimizni tayyor bo'libdi. Xohlasanglar mush xil shaklda tizib olgandan keyin dasturxonga elib chiqsanglar ajoyib ko'rkam chiqadi. Dumlash jarayonida dori-darmokning ta'mi go'shtga singishib kirib, bek yeyishlik bo'lib ketadi. Sizlar cho'qim bir sinab yiqinglar. Har kuni shu vaqtda tomoqni yetishni bilmayotgan go'zallarim, menga ayshilishni unutmanglar. Xayr xo'sh.